Qabrga qo'ygandan keyin Alloh taoloning qudratini qarang. Jasadni qabrga qo'yyapmiz, hech narsani sezmaydi u, lekin nimani sezadi? Ustiga tuproq tortilayotganini sezadi. Gum qilib tashlanadi-ku. O'shanda shuni sezadi. Na qimirlay oladi, na gapira oladi, na hech narsani sezadi, lekin ustiga tuproq tortilayotganligini sezadi, birodar. Qabrga qo'ydi, ustiga tuproq tortildi, jamoat ketdi. Munkar nakir keladimi savol javobga? Keladi. Xo'p, munkar nakir kelganda nima deydi? Da'ni fa yusolli deydi. Meni qo'yib yuboringlar, men 2 rakat namoz o'qib olay deydi. Ehson qilay demaydi, ota-onamdan xabar olay demaydi, shirkatlarim bor edi, o'shani ahvoli nima bo'ldi demaydi, bolalarim bor edi demaydi. Meni qo'yib yuboringlar, men 2 rakatgina namoz o'qay deydi. Mana shu 2 rakat namoz o'qish ham o'likda imkoniyati yo'q. Bizda bugun bor. O'qing, qancha xohlasangiz o'qing. Peshonani sajdaga qo'ying, Robbimizdan yolvorib so'rang. O'lik vafot etgandan keyin yo'q u narsa, birodar. Qo'yib yuboringlar deydi farishtalarga. Men 2 rakat namoz o'qib olay deydi.